bo'ladi. Ayni vaqtda Nepal terma jamoasi guruhda O'zbekiston bilan birga harakat qiladi. Bugun Shri Lanka rasmiy mezbon va ular oq libosda harakat qilishadi. Nepal hozircha bu qanoatlantirmaydi, chunki terma jamoamiz atigi bitta ko'p gol urgan Nepaldan. Nepal o'ziga tegishli bo'lgan natijani qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor, bunga ishonish biroz qiyin. Shri Lanka Nepalni yutib, O'zbekiston Laosga yengilishi. Shunda barcha jamoalarda 3 tadan ochko bo'ladi va 3-tur haqiqiy 2 ta o'yinda ham final bo'lib ketadi. Ammo bu juda qiyin. Nega bunday deyapman? Bu guruhlarda har bir guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalargina Osiyo Kubogi yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Hozir esa Shri Lanka terma jamoasi inson kuzatdi. Kuzatuvlar soni juda katta raqamlarni anglatadi. Hattoki milliy futbolchini mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz. Himoyachidan o'tmadi. 9-raqam egasi Sabitra Bhandari, jamoa sardori, jamoa yetakchisi. O'ng qanotdan yurish tashkil etilyapti. Ikkinchi qavatdan uzatma. Oldinga tepib yuboradi Shri Lankada bo'lgan. Qolgan 8 jamoa bilan jami 12 ta jamoa 3 guruhga bo'linib turadi. Ishtirokni boshlaydi. Mana bu uzatma. Bu safar ham gol urilsa, burchak zarbalaridan bemalol gol kutsak bo'ladi. O'tkazildi. Zarba darvozabon qiyinchilik bilan qaytaryapti. Mana shu o'xshamagan zarbani ham olib qolish mumkin. Buni bajardi. Uzoqdan yo'llangan zarba noaniq. Bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Yuqoridan darvoza tomon to'g'ridan to'g'ri zarbami? Himoyachi darvoza tomon ketayotgan to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Yana havolatib yo'naltirilmoqda. Bhandari ham hech narsa qila olmadi. Endi himoyachi xalal berdi. Uzoqdan yo'llangan zarba darvozabonning qo'liga bordi. To'p yo'qotildi Shri Lanka tomonidan. Chap qanotga uzatma. Yerlatib uzatib bersa kerak. Uzatma ham golga aylanib ketishi mumkin edi. Uzatma ko'ramiz hozir. Katta ehtimol bilan. Biz esa kutamiz, ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Zarba kuchsiz. Lekin gol. Bhandari dubl muallifiga aylandi. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lish kerak. Bhandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Suv ichib olish uchun tanaffus yuzaga keldi. Undan tashqari darvozabonga yordam ko'rsatildi. Shuningdek, bu yerda Imasha Stefni Dias ham bor. Aynan Dias zarba berishga qaror qildi. Yomon emas, noaniq. Biz o'ylaganchalik kuchsiz ham emas zarba.
4 daqiqa vaqt qo'sh. Ray bu. Bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trik muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi umumiy gollari soni 7 taga yetdi uni. So'nggi soniyalar birinchi bo'limdagi o'ng qanot tanlandi bu safar ham. Birinchi raqib aldab o'tildi. Ikkinchi qavatni uzatma. 5-golni ko'rmaymiz shekilli. Qaytarib berdi, endi ko'rsak kerak. Voy. Bxandari. To'g'ri. Sabitra Bxandari so'nggi epizodda zarba berdi va hech narsaga erisha olmadi. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Nepal katta ustunlik bilan harakat qilyapti. Hat-trik muallifi stadioniga qaytganmiz qadrli do'stlar. Shri-Lanka hamda Nepal terma jamoalari o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bahslari ikkinchi tur o'yini F guruhida Nepal terma jamoasi birinchi taymdan so'ng 4-0 hisobda g'alaba qozonmoqda. Jamoa sardori va yetakchisi Gimiri faol. O'ng qanotdan yurish. Bu zarbamidi, uzatmamidi? Menimcha zarba tayyorlayotgandi. Mana shu hujumchi, himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Rashmi, Kumari, Gisin. Hujumchi, markaziy hujumchi, lekin asosan Sabitra Bxandarining ortida o'ynamoqda. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Yana to'pni olib qo'ydi Nepal. Navbatdagi hujumni ko'ramiz. 16 metrlik maydon ichida uzatma. Himoyachiga yuqoriga ko'taryapti. Darvoza tomon bordi. Darvozabon qaytardi. Mana bu yerdachi. Bxandari zarba berishga o'tsa. Ya'ni teng yarim. 25-zarbaga qarab boryapti jamoa. Zo'r kombinatsiya. Himoyachi so'nggi pallada tegib qoldi to'pga. Hamda Mo'g'uliston turnirni, ya'ni kurashni tark etib bo'ldi. 3 o'yin yakuniga ko'ra Hindiston birinchi o'rinda 9 ochko. Tailand ikkinchi o'rinda oldi. Timor-Leste hamda Mo'g'ulistonda so'nggi o'rinlar. Timorda 1 ochko, Mo'g'ulistonda 0. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, hali ko'p ko'ramiz. Darvozaga joylab qo'ydi. Shunchaki burib yuborish qolgan edi. O'zgarishlar 13 hamda 7-raqamda kuzatib qo'yishimiz kerak. Darvozabon qaytardi. Uzoqlashtirish o'xshamadi. Nepalda qolmoqda to'p. Ray aqlli o'ynadi. Qoida buzilishi bor. Rayga zarba berdi Shri-Lanka vakilasi. Hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi. Darvozaga zarba ustunga tegayapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi, lekin jonli devorga bo'lmaydi-da. Ya'ni darvozabonga eng ko'p yordam berayotgan o'yinchi. Bu esa boyiga jarimadan yo'llangan zarba. Yana yon chiziqdan tashlanadi. O'zgarishlar. Nepal terma jamoasi tarkibida. Demak, 7-raqamda o'ynagan futbolchi Renuka Nagarkote o'rniga qaytarildi.
Hozircha 19-raqam egasi ko'p ham ko'zga tashlangani yo'q. Burchak 10-burchak zarbasi 7-golga olib keladimi? Yo'q, himoyachi qo'ymadi gol urishga. Bu safar zarbagacha imkoniyat qoldirmadi. Ray. Chiroyli harakat, uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet. Darvozabon ham qayta. Yaxshi. Zo'r pas berildi. Ikkinchi qavatdan doimgidek va yosh ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Hozir esa burchak zarbasini kuzatamiz. Mana bunday pas amalga oshirildi. Rayning zarbasi balanddan ketmoqda. Shifokor kerak ekan. Bu og'riqli. Oyog'i o'sha to'qnashuv vaqtida qayrilib ketgan bo'lishi. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni yuborib qo'ydi. Zo'r. Mana Shri Lanka hujumda. Ularning bir yaxshi va maydonda o'ynash kerak. Keyin tajriba to'planadi. So'nggi soniyalar. Shri Lanka o'yin boshida bitta hujum qildi. O'rtaliqda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. Nepal terma jamoasi 8-10 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston terma jamoasi yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Buning uchun Laosni taslim etish kerak bo'ladi. Reportajimizni shu pallada yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi efirda